Assalomu alaykum. Bugungi obzorimizda Kama Samasval avtomobilimiz to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Kama avtomobilimiz 2.7 объемli, 150 ot kuchiga ega bo'lgan benzinli atmosferniy dvigatel joylashgan va unga qo'shimcha tarzda gaz, metan, propan qo'ysa bo'ladi. Bu avtomobilimizda salon qismi keng, o'rindiqlar soni 3 kishiga mo'ljallangan haydovchi bilan va qulayliklari haydovchiga rullari gidravlika, ABS tormoznoj sistemasi, monitori bor, orqa kamerasi bilan va 5 pog'onali mexanический korobkasiga ega. Avtomobilimizda yuk bort qismi baquvvat metaldan yasalgan va 5 kuba yuklarga mo'ljallangan. Xo'p, Kama Samasval avtomobillarimizdan tashqari, ya'ni Kama avtomobillarimizning ochiq bort holatida ham bor. Uni promtovarniy yoki izotermический budkaliklari ham tayyor sotuvda mavjud. Hozirgi kunda Sardor Avto Investda Kama avtomobillaridan tashqari, ya'ni Chang'an avtomobillarning ham ofitsialniy distribyutori hisoblanadi. Va bu avtomobillarimiz Chang'an Porter izoterma xolodilnik, Chang'an Porter promtovarniy yoki Chang'an Porter Tentli variantlari va undan tashqari 2 tonnagacha bo'lgan avtomobillarimiz ham mavjud sotuvda. Yuk avtomobillar xaridida sizga sifatli va uzoq muddat xizmat qilishini xohlasangiz, Sardor Avto Invest avtosaloniga tashrif buyuring yoki murojaat qiling. Sizga to'g'ri tanlov qilishga yordam beramiz.